Voy, samolyot. Dada, menga bering. Qalay, zo'rmi? Bu dostonga. Ha, zo'r ekan. Menga ham xuddi shunaqasidan yasab bering. Yaqinda vertolyot yasab bergandim-ku. O'shani nega o'ynamaysan? Dada, u unaqa zo'rmasdi-da. Mayli, keyin yasab beraman. Yur. Doston, Aron, uni chaqir. Doston, qara. Qara. O'zimni toychog'im, kela qol, shirinim meni. Qara, senga nima yasadim. Qara. Mana. Ko'ryapsanmi? Samolyot. Orqasini yopib qo'ysang, robotga aylanadi. Doston, tug'ilgan kuning bilan. Ha, o'zimni o'g'lim. Albatta bu senga. Men o'yna. Men Betman bo'lamanmi yoki xalq bo'lamanmi? Nima bo'ldi? Ana u talantning bolasi-da. U nima deyapti? Bizni tilanchi deyapti. Tilanchi? Ha? Bu talantni bolasi haddidan oshib ketib shekilli. Bir paytlar bizni uyimizga sariyog', shakar, tuz so'rab kelardi. Rostdanmi? Rostdan? Keyingi safar o'sha burunduqqa buni aytib qo'y, o'zini bilib yursin. Yaxshi. Voy, o'g'lim, kayfiyatni rasvo qilmasangchi. Bugun Dostonning tug'ilgan kuni. Ko'nglini ko'tarib raqsga tushsakchi, ha? Bora qol, musiqani yoq. Xo'p. Aron, o'ynaymiz. Kela qol. Qara raqsga tush. O'ynaylar. Ana shunday. Barakalla. Hop, aylan. Voy, Altash, gapimni yaxshilab eshit. Xudo xohlasa farzandlarimiz bir deganda senga 3 ta kelin olib keladi. Uy ishlarida senga yordam beradi. Sen bemalol dam. Armon bo'lib qolmasa bo'ldi. Ularga pulni qayerdan topamiz? O'z bolamizni eplolmayapmiz-ku. Yigitlar, bilasizlarmi? Bu palovni ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Dona chiqibdi-ya. Ha? Bugun bizni kichkintoyimizning, general direktorimizning tug'ilgan kunlari. Shuning uchun endi hammamiz birgalikda tabrik so'z aytamiz. Tabrik so'zimizni bizni onamiz boshlab beradi. Siz aytavering, oilamiz boshisiz. Oy, men tabrik ustasiman. Kim gapirishini o'zim hal qilaman. Boshqa odam yo'q. O'zimni shirin bolam. Dostonim, tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Hatto eshitmasang ham his qilarsan. O'g'lim bilan bir necha kun bo'lib, u o'ynab yurgan bolalarni ko'rib, ular bilan gaplashishni istashini ko'ryapman. U qayerdan bilardi? Jonim qiynalayotganini qayerdan bilsin? Sen bu haqida o'ylamaysan ham. Qani edi u tuzalsa, eshitsa va gapirishni boshlasa, ko'chadagi bolalar bilan o'ynab kulsa. Bolalikni, baxtini sezsa deyman. Uni davolash kerak. Bundan ortiq chidab tura olmayman. Voy, Altosh. Bu nima qilganing? Hammani kayfiyatini tushirding. Albatta uni davolatamiz. Lekin shuni hozir aytishing shartmidi? Birdaniga yig'lab nima qilasan? Uni qanday davolatmoqchisiz? Qanday? Pul topib uni davolataylik deb necha marta aytganman. Siz hali ham bamayli xotir yuribsiz. Qayerga ketyapsiz? Tushunmayman. O'z fikringiz yo'qmi? Yoki boshlig'ingizning shaxsiy qulimisiz? Yoki bu qishloqda boshqa ish qurib qolganmi? Xuddi shunday, boshqa ish yo'q. Namuncha bidirlading. Sal narsaga arazlab ketaverasizmi? Bolekbay dedim. Mashinani to'xtating.